pensionerlar, iltimos, sizdan shunchaki imzo qo'yib bering. Bu oddiy qog'oz, bu faqat rasmiyatchilik deb so'rashsa, darhol to'xtang. Men bugun sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Qaysi qog'ozlarga imzo chekish xavfli? Qanday qilib birgina imzo tufayli pensioner uydan, pulidan, pensiya kartasidan yoki qarzga botib qolishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ularning farzandlariga, nevaralariga va qarindoshlariga tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ogohlantirishni qancha ko'p odam eshitsa, shuncha ko'p odam aldanishdan saqlanadi. Avvallari ko'p ishlar og'zaki kelishuv bilan yurardi. Odamlar bir-biriga ishonardi. Qo'shni qo'shniga, qarindosh qarindoshga, bola ota-onasiga. Pensioner ham ko'pincha hujjatni to'liq o'qimasdan bolam biladi, notarius biladi, bank xodimi biladi, mahalladagilar aytdi deb imzo qo'yib yuborardi. Lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan. Hujjatlar ko'paydi, kreditlar ko'paydi, onlayn xizmatlar ko'paydi, karta orqali pul aylanishi ko'paydi. Ko'chmas mulk bo'yicha shartnomalar murakkablashdi. Eng xavflisi, ayrim odamlar pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanishni o'rganib oldi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam men faqat yordam beryapman deb o'ylagandim deydi. Lekin qog'ozda u kafil bo'lib chiqqan bo'ladi. Boshqa bir pensioner men uyimni vaqtincha rasmiylashtiryapman deb o'yladim deydi. Lekin aslida uy hadya shartnomasi bilan boshqa odam nomiga o'tib ketgan bo'ladi. Yana biri men kartamni o'g'lim ishlatib tursin degandim deydi. Lekin pensiya puli oyma-oy yechilib, qarzlar to'lanib ketgan bo'ladi. Shuning uchun men bugun sizga bitta asosiy qoida aytaman. Tushunmagan qog'ozga, o'qimagan qog'ozga, nusxasini olmagan qog'ozga imzo chekmang. Eng avvalo, pensionerlar ko'p duch keladigan xavfli hujjatlarni bir tushuntiraman. Birinchi xavfli qog'oz bu kafil bo'lish haqidagi hujjat. Kafil degani kimdir kredit olsa va to'lamasa, bank yoki mikromoliya tashkiloti pulni sizdan talab qilishi mumkin degani. Ko'pchilik men pul olmadim-ku, nega men to'layman deb hayron bo'ladi. Lekin hujjatda siz kafil sifatida imzo qo'ygan bo'lsangiz, qonun oldida siz ham javobgar bo'lib qolasiz. Masalan, bir pensioner ayolning nevarasi 25 million so'm kredit olmoqchi bo'ladi. Unga bankdan kafil kerak deyishadi. Nevarasi buvisiga kelib, "Buvijon, faqat imzo qo'yib bering. Men o'zim to'layman" deydi. Bu mehridan, ishonchidan imzo qo'yadi. Birinchi 3 oy to'lov bo'ladi. Keyin nevarasi ishdan chiqadi yoki boshqa shaharga ketadi. Bank esa pensioner buviga xat yuboradi. Qarz qoldig'i 22 million so'm. Ustiga foiz va jarimalar qo'shilgan. Endi bu men pulni ko'rmaganman desa ham, hujjatda imzo bor. Demak, kafil bo'lish qog'oziga hech qachon shoshilib imzo qo'ymang. Kafil bo'lish qarz olish bilan deyarli teng xavfga ega. Ikkinchi xavfli qog'oz bu ishonchnoma. Ishonchnoma oddiy hujjat emas. Siz ishonchnoma orqali boshqa odamga sizning nomingizdan harakat qilish huquqini berasiz. U odam pensiya kartangiz bilan bog'liq ishni qilishi, bankdagi hisobingizdan ma'lumot olishi, uyingizni sotish bo'yicha hujjat yuritishi, avtomobilingizni rasmiylashtirishi yoki boshqa muhim ishlarni bajarishi mumkin. Ishonchnomaning ichida nima yozilganiga qarab, uning kuchi juda katta bo'lishi mumkin. Oddiy misol, pensioner amaki kasalxonaga tushib qoladi. Jiyani kelib, "Amaki, menga ishonchnoma bering, dorilaringizni olish, pensiyangizni yechish, hujjatlaringizni yuritish kerak bo'ladi" deydi. Agar ishonchnomada faqat pensiyani olish yoki dorixona bilan bog'liq ishlar yozilgan bo'lsa, bu bir narsa. Lekin agar ishonchnomada barcha mol-mulkni sotish, hadya qilish, bank hisoblarini boshqarish, shartnomalar imzolash degan keng vakolatlar yozilgan bo'lsa, bu juda xavfli. Chunki keyin pensioner men pensiyam faqat pensiyamni olib keladi deb o'ylagandim. Deta ham qog'ozdagi boshqa bo'lishi mumkin. Uchinchi xavfli qog'oz bu hadya shartnomasi. Ko'pchilik pensionerlar uyini farzandiga yoki nevarasiga nomiga o'tkazib qo'yishni oddiy ish deb biladi. Lekin hadya shartnomasi imzolansa, mulk egasi o'zgaradi. Ya'ni bugun siz o'zingiz yashayotgan uyni farzandingizga hadya qilsangiz, ertaga hujjat bo'yicha uy sizniki emas, farzandingizniki bo'ladi. Farzand yaxshi bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin hayotda har xil vaziyat bo'ladi. Kelin bilan kelishmovchilik, farzandning qarzi, ajrim, sud, boshqa merosxo'rlar bilan nizo. Siz esa o'z uyingizda yashab turgan bo'lsangiz ham, hujjatda mulkdor boshqa odam bo'lib qoladi. Men shunday vaziyatlarni ko'rganman. Ota o'g'lim menga qaraydi deb uyini o'g'liga hadya qilgan. Bir necha yil o'tib, o'g'ilning o'zi kreditga botgan.
Bank qarzdorlik bo'yicha choralar ko'rgan, oilada janjal chiqqan, kelin bu uy bizniki deb otani siqa boshlagan. Ota esa men faqat keyin meros masalasi bo'lmasin degandim deb afsuslangan. Shuning uchun hadya shartnomasiga imzo qo'yishdan oldin 100 marta o'ylang. Agar farzandingiz sizga qarashini xohlasangiz, buni boshqa huquqiy yo'llar bilan. Masalan, shartli kelishuvlar, vasiyatnoma yoki turar joydan foydalanish huquqini saqlab qolish orqali hal qilish mumkin. Lekin buni albatta mustaqil yurist bilan maslahatlashib qiling. 4-xavfli qog'oz bu oldi sotdi shartnomasi. Ba'zan pensionerlarga bu faqat rasmiy qog'oz, uy sizniki bo'lib qolaveradi deyshadi. Lekin oldi sotdi shartnomasi imzolansa, mol-mulk sotilgan hisoblanadi. Ba'zi hollarda pul ham to'liq berilmaydi, lekin hujjatda pul to'liq olindi deb yozilgan bo'ladi. Pensioner esa matnni o'qimay imzo qo'yadi. Keyin pulni talab qilsa, xaridor hujjatda pulni oldim deb imzo qo'ygansiz deydi. Misol uchun, pensioner opa hovlisini 300 million so'mga sotishga kelishadi. Xaridor hozir 2 million beraman, qolganini bir oyda beraman, lekin hujjatni bugun qilaylik deydi. Shartnomada esa sotuvchi barcha pulni oldi. Davosi yo'q deb yoziladi. Opa ishonib imzo qo'yadi. Bir oy o'tadi. Xaridor pul bermaydi. Sudga borilsa, birinchi qaraladigan narsa hujjat bo'ladi. Shuning uchun pulni to'liq olmaguncha pulni oldim degan mazmundagi qog'ozga imzo qo'ymang. Agar pul bo'lib berilsa, bu alohida aniq yozilishi kerak. Qancha summa, qaysi sanada, qaysi usulda kechiksa nima bo'ladi. 5-xavfli qog'oz bu bank kartasi. Pensiya kartasi, SMS xabarnoma, mobil ilova yoki parol bilan bog'liq arizalar. Bugun pensiya ko'pincha karta orqali tushadi. Karta esa oddiy plastik bo'lak emas, u sizning pulingizga da kalit. Hech kimga kartangizni, pin kodingizni, telefoningizga keladigan SMS kodni bermang. Agar kimdir men sizga yordam beraman, telefoningizga kod keldi, ayting desa, bu juda xavfli. Kod orqali ilova ochilishi, pul o'tkazilishi, kredit rasmiylashtirilishi yoki hisobingizga kirilishi mumkin. Ayrim pensionerlar farzandiga kartam senda tursin, menga kerak bo'lsa olib berasan deb beradi. Bu ham xavfli. Farzandingiz yaxshi bo'lishi mumkin, lekin uning telefonni boshqa odam ishlatishi mumkin. U qarzga kirib qolishi mumkin. Karta yo'qolishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya kartasi pensionerning o'zida tursin. Pin kod hech kimga aytilmasin. Kerak bo'lsa bankdan alohida ishonchli va cheklangan tartibda yordam olish yo'li so'ralsin. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ularga bosim qilish osonroq bo'ladi. Ikkinchidan, farzandlari boshqa shaharda yoki boshqa davlatda bo'lgan pensionerlar. Ularning yonida doimiy maslahat beradigan odam bo'lmasligi mumkin. Uchinchidan, uy-joyi bor, lekin daromadi faqat pensiyadan iborat odamlar. Firibgarlar ko'pincha aynan shunday odamlarni nishonga oladi. To'rtinchidan, sog'lig'i sababli hujjatni o'qishga qiynaladigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi sust odamlar. Bunday vaziyatda imzo qo'yishdan oldin hujjatni ishonchli, manfaatdor bo'lmagan odamga ovoz chiqarib o'qitish kerak. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, mazmunini tushungan bo'lsangiz, o'zingizga nusxa olgan bo'lsangiz, mustaqil yurist yoki notariusdan aniq tushuntirish olgan bo'lsangiz, shunda xavf kamayadi. Lekin kamayadi degani umuman xavf yo'q degani emas. Har qanday imzo mas'uliyat. Shuning uchun men doim aytaman, hujjat imzolashdan oldin shoshilmang, uyalmang, savol bering. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Ba'zan hujjatning nomi oddiy ko'rinadi. Ariza, rozilik, tilxat, ma'lumot bilan tanishdim, da'voim yo'q. Lekin aynan shu oddiy so'zlar keyin katta oqibatga olib kelishi mumkin. Masalan, da'voim yo'q degan yozuvni imzolagan odam keyin pulini, ulushini yoki huquqini talab qilishda qiynaladi. Chunki qarshi tomon o'zi da'vosi yo'qligini yozgan deydi. Tilxat ham juda muhim. Agar sizdan men falon summani oldim deb yozdirsa, aslida pulni olmagan bo'lsangiz, bunday tilxat yozmang. Ba'zan odamlar bu faqat ishonch uchun keyin pul beramiz, hujjatga kerak deb aldashadi. Lekin tilxatda siz pul oldim deb yozsangiz, keyin o'sha pulni olmaganingizni isbotlash qiyin bo'ladi. Aksincha, agar siz kimdandir pul berayotgan bo'lsangiz, albatta tilxat oling. Unda summa, sanad taraflarining pasport ma'lumotlari, qaytarish muddati aniq yozilsin. Yana bir nozik jihat, bo'sh qog'ozga yoki to'ldirilmagan blankaga imzo qo'ymang. Bu eng xavfli holatlardan biri. Siz bugun bo'sh joyga imzo qo'yasiz, ertaga uning ustiga boshqa matn yozib qo'yilishi mumkin.
keyin to'ldiramiz. Hozir vaqt yo'q, kompyuter ishlamayapti. Siz faqat imzo qo'yib turing degan gaplarga ishonmang. Hujjat to'liq to'ldirilgan, sana qo'yilgan, barcha bo'sh joylar chizib qo'yilgan bo'lishi kerak. Agar hujjatda bo'sh satrlar qolsa, u yerga keyin sizga zararli shartlar kiritilishi mumkin. Yana bir xavfli holat, notarius bor-ku, demak hammasi to'g'ri deb o'ylash. Notarius hujjatni rasmiylashtiradi, taraflarning shaxsini tekshiradi, ayrim tushuntirishlarni beradi. Lekin notarius sizning oilaviy munosabatlaringizni, farzandingiz ertaga qanday yo'l tutishini, xaridor pulni to'liq beradimi yoki yo'qmi, bularning hammasini kafolatlab bermaydi. Shuning uchun notarius oldida ham savol berishdan uyalmang. Men bu hujjatga imzo qo'ysam, uy kimniki bo'ladi? Men bu uydan chiqarib yuborilishim mumkinmi? Bu ishonchnoma bilan u odam nima qila oladi? Men keyin bekor qila olamanmi deb ochiq so'rang. Ayrimlar men imzo qo'ydim, lekin tushunmagan edim, demak bekor bo'ladi deb o'ylaydi. Bu har doim ham oson emas. Hujjatni bekor qilish uchun sudga borish kerak bo'lishi mumkin. Dalil kerak bo'ladi, vaqt ketadi, asab ketadi, pul ketadi. Ba'zan yillar davomida sudlashishga to'g'ri keladi. Shuning uchun eng yaxshi himoya bu keyin kurashish emas, oldindan ehtiyot bo'lish. Yana bir muhim masala, bosim ostida imzo qo'yish. Agar sizga kimdir baqirsa, qo'rqitsa, imzo qo'ymasangiz sizni qaramaymiz, uydan chiqib keting, pulingizni bermaymiz, qarindoshlar oldida sharmanda qilamiz desa. Bunday vaziyatda darhol hujjat imzolamang. Bu oilaviy masala bo'lsa ham huquqiy oqibatga ega. Siz mahalla raisiga, profilaktika inspektoriga, ishonchli qarindoshga, advokatga murojaat qilishingiz mumkin. Pensionerning roziligi haqiqiy bo'lishi uchun u erkin, ongli va tushungan holda berilgan bo'lishi kerak. Ba'zan pensionerlar farzandim mendan xafa bo'ladi deb xavfli hujjatga imzo qo'yadi. Men bunday holatda doim shunday deyman. Yaxshi farzand ota-onasini shoshirmaydi, qo'rqitmaydi, hujjatni yashirmaydi. Yaxshi farzand ota-ona yuristga ko'rsatib olaylik, siz ham tushunib oling deydi. Agar kimdir sizni shoshirayotgan bo'lsa, demak ehtiyot bo'lish uchun sabab bor. Shoshirish ko'pincha firibgarlikning birinchi belgisi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Har qanday hujjatni imzolashdan oldin uni boshidan oxirigacha o'qing. Ko'zingiz yaxshi ko'rmasa ko'zoynak taqing. Kattaroq qilib chiqarishni so'rang yoki ishonchli odamga ovoz chiqarib o'qiting. Men o'qib bera qolay degan odam hujjatdan manfaatdor bo'lsa, faqat unga ishonmang. Masalan, uy sizdan o'tadigan odamning o'zi o'qib bersa, bu yetarli emas. Mustaqil odam kerak. Ikkinchi qadam, hujjatning nusxasini oling. Imzo qo'yishdan oldin ham, keyin ham nusxasida bo'lsin. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, farzandingizga yoki ishonchli qarindoshingizga yuboring. Agar keyin nizo chiqsa, men nima imzolaganimni bilmayman demaslik uchun nusxa juda kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, tushunmagan so'zlaringizni yozib oling va so'rang. Kafil, garov, hadya, voz kechish, davoyim yo'q, vakolat beraman. Pulni to'liq oldim, mulki huquqi o'tadi kabi so'zlar juda muhim. Bu so'zlarni ko'rsangiz hujjatni yanada diqqat bilan tekshiring. Ayniqsa mulk huquqi boshqa shaxsga o'tadi degan mazmun bo'lsa, bu oddiy qog'oz emas. To'rtinchi qadam, mustaqil maslahat oling. Bankda hujjat bo'lsa, bank xodimidan tashqari boshqa mutaxassisdan so'rang. Uy-joy bo'lsa, notariusdan tashqari yuristdan maslahat oling. Mahallada ijtimoiy xodim, huquqiy maslahat markazlari, advokatlar, davlat xizmatlari markazlari bor. 1 soat maslahat olish keyingi 5 yillik sudlashuvdan arzonroq va tinchroq. 5-qadam, hech qachon bo'sh blankaga imzo qo'ymang. Hujjatda bo'sh joy qolsa, bu joylarni chizib qo'ying deb talab qiling. Sana, summa, ism, familiya, pasport ma'lumoti, manzil aniq yozilgan bo'lsin. Agar summa bo'lsa, raqam bilan ham, yozuv bilan ham yozilsin. Masalan, 30 million so'm deb raqamda yozilib, yoniga 30 million so'm deb yozilsa, keyin nol qo'shib qo'yish xavfi kamayadi. 6-qadam, pul masalasida faqat og'zaki va'daga ishonmang. Agar uy, yer, mashina, qarz yoki katta summa bo'lsa, pul o'tkazmasi bank orqali bo'lgani ma'qul. Naqd pul berilsa sanab oling. Guvoh bo'lsin, tilxat aniq yozilsin. Qolganini keyin beraman deyishsa, bu shartnomada aniq yozilmasa, keyin talab qilish qiyin bo'ladi. 7-qadam, pensiya kartangizni himoya qiling. Karta raqami, amal qilish muddati, PIN kod, SMS kod, mobil ilova, paroli hech kimga aytilmaydi. Bank xodimi ham sizdan SMS kodni so'ramaslik kerak. Agar kimdir telefon qilib, bankdanman, kodingizni ayting
desa, darhol telefonni o'chiring va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Karta yo'qolsa, bankka darhol murojaat qilib blok qildiring. 8-qadam. Ishonchnomani berish kerak bo'lsa, vakolatni cheklang. Masalan, barcha ishlarini yuritishga emas. Aynan falon tashkilotdan falon hujjatni olishga yoki falon muddat davomida pensiya bilan bog'liq falon amalni bajarishga deb yozdiring. Muddatni ham cheklang. 1 yil kerak bo'lmasa 1 yilga bermang. 1 oy yetarli bo'lsa 1 oyga bering. Ishonchnomani bekor qilish mumkinligini ham oldindan so'rab oling. 9-qadam. Agar allaqachon imzo qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, vaqtni boy bermang. Darhol hujjat nusxasini toping. Qayerda imzolagan bo'lsangiz. O'sha joyga boring. Bank, notarius, tashkilot yoki shaxs yozma ariza bilan nusxa so'rang. Agar aldangan bo'lsangiz yoki bosim bo'lgan bo'lsa, ichki ishlar organlariga, prokuraturaga, sudga yoki advokatga murojaat qiling. Muhimi, uyat bo'ladi deb jim turmang. Jim tursangiz qarshi tomon vaqt yutadi. 10-qadam. Farzandlar va nevaralar ham mas'uliyatni his qilsin. Agar siz pensionerning yaqin odami bo'lsangiz, ota-onangizdan nima hujjatga imzo qo'ydingiz deb so'rang. Ularni nazorat qilish uchun emas, himoya qilish uchun so'rang. Telefoniga begona ilovalar o'rnatilganmi? Kartasi kimda? PIN kodini kim biladi? Uy hujjatlari qayerda turibdi? Shularni tartibga soling. Eng yaxshi himoya bu oilada ochiq suhbat. Men pensionerlarga bir oddiy qo'yda beraman. Imzo qo'yishdan oldin o'zingizga 3 ta savol bering. Birinchi savol: men bu hujjatni to'liq tushundimmi? Ikkinchi savol: bu hujjatdan keyin pulim, uyim yoki huquqim kamayib qolmaydimi? Uchinchi savol: men bu hujjatni bugun emas, ertaga imzolasam nima yo'qotaman? Agar sizni bugunoq imzo qo'yishga majburlashsa, hozir emas, maslahatlashib kelaman deb ayting. Halol ish bir kun kutadi. Firibgarlik esa odatda kutishni yoqtirmaydi. Bugungi eng muhim xulosa shuki, pensionerlar tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Kafil bo'lish, ishonchnoma berish, hadya shartnomasi, oldi-sotdi shartnomasi, davoyim yo'q degan tilxat, bo'sh blankalar va karta bilan bog'liq arizalar juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Birgina imzo ba'zan yillar davomida yig'ilgan mol-mulkni, tinchlikni va pensiya pulini xavf ostiga qo'yadi. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman, men sizni himoya qilmoqchiman. Hujjat o'qing, savol bering, nusxa oling, mustaqil maslahat oling va shoshilmang. Agar siz yoki tanishingiz shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan saboq oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, bu bobolaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.